Burunqi zamanda bir boy bo'lib, uning 2 o'g'li bor ekan. Bu balalar kichigidilla onasidan yetim qolgan bo'lg'ashqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'nqibdi. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qopdi va balalarga vasiyat qilmoqchi bo'pti. O'g'lim, Xo'sh, ota. uyda suv tegib qopdi. Sen berib, ozroq suv olib kelsang bo'pti-ekan. Ma'qul. Oldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni sivat olib kelgin. Bu sevatda bir tomchi suv qolmabdi-ku. Bo'pti. Hech qis yo'q. Yana bir qaytam olay. Suv turmaydigan sevatgan-ku bu. Shundoq qilib, suvni akilanmidim degan. O'g'lim, endi sen bu sevatda suv olib kirgin. Oy, soyup kepsen de. Ha. Oy.
Aqlına barikalla oğlum. Ballarım, menin kesilim bağansırı eğirleşip ketawatıdı. Özümge muayyan. Güllerim uzun qanmadı. O alemge ketişten burun sizlarga qoldiradigan birli vasiyatim bor. Sizlar har qanday ish qilgan chaqda aql ishiltishga mahir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla ishiltib sabab qilsanglar, sevatdimi? Su to'xtaydi. Uzun ötmey buvay alemden ötüptü. İki oğul dadısının bu vasiyetini esti çın tutup, her kandak iş qilganda aql işletip, obdan gün keçiripti.